Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, biz bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida joylashgan Pichoqchi mahallasi. Bugungi videomiz davomida ushbu mahallada istiqomat qiladigan otaxonlardan qiziqarli voqealarni eshitishingiz mumkin va ishlab chiqarish jarayonini bevosita ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Va bu videoni oxirigacha sizga tavsiya qilamizki, ko'rishni. Babamız, katta babamız Said Nurulxon Eshon deydi. O kishi asli Buxoroda bo'lgan. Buxoroda yashab sharqda turgan vaqtda qandaydir Buxoro podshosini mana kelishmay qoladi. Kelishmay qolgandan keyin bu menga Buxoro haram deydi tag'in Buxoroni tashlab chiqadi. Shu ikkalasi bir masala bo'yicha kelishmagan bo'lsa kerakda. Shunda aytadi, agar seni gaping to'g'ri bo'lsa, meni bo'ynim qiyshayib qolsin. Agar meni gapim to'g'ri bo'lsa, seni bo'yning qiyshayib qolsin deb Buxorodan chiqib ketar ekan. Shu yurishga kelib, mana bu Ishtixon rayonini otini qo'rqur. Shu yerga kelgan Ishtixon, bu to'rlarda yashagan. Shunda podshoni tishiga kirar ekan. Shu bobomizni aytganlar. Podshoni bo'yni qiyshayib qolar ekan. Keyin ulamalari bilan shuni izlab chiqar ekan. Kelgandan keyin shu To'la qishloq deydi, endi esimga. To'la qishloqda. Ishtixonlar yerda. Shu g'orga kirib kelar ekan. Keyin u kishi kutib olar ekan, chiqib gaplashar ekan. G'orda ichiga kirib gaplashib chiqqandan keyin bo'yni joyiga tushar ekan. Oldinga holga kelar ekan. Shundan keyin Eshon bobomizga aytar ekan, tilagingiz, yo'q, olib ketaman Buxoroga sizni, yuring degan. Yo'q, men Buxoroga bormayman. Buxoro menga haram, men shu yerda yashayman degan. Keyin tilagingiz degandan keyin podshoh so'ragan, bobomiz aytgan, menga bir pichoq ichida joy bersang, shu yerda dehqonchilik qilsam, aytgan ekan. Keyin podshoh amr qilgan ekan, mayli pichoq ichida joy beringlar. Keyin o'sha Mitan degan joy bor, Ishtixonlar yerda. Ishtixon tumanida. Mitanni tumunidan 30 tanob chorvaga yer beringlar degan. Shu bilan podshoh qaytib ketgan, bu kishiga mana shu yerdan pichoq ichida joy bergan, dehqonchilik qilish uchun. Bir manzarali bir obod joy bo'lgan bo'lsa kerakda. Keyin yoqdan 400 tanob yer bergan ekan chorva qilishga, Mitanni tumunidan. Uni o Xanaqa qishloq deydi yerda. Xanaqani do'ngidan. Keyin bizni qishloqda bu yerga kelib yashagan. Bu yerda odamlar hozir pichoqchi deb ketganda pichoqchi emas, asli pichoqchi deb nom olgan. Asl ma'nosi. Asli. Bobomiz 17-asrda kelgan. Yillarini aniq bilmayman. 17-asrda kelib shu yerda o'tirib qolgan. Bobomizni qabri hozir ham bor. Avvalgidek turibdi. Cho'kmagan. 400-300 yil bo'lishiga qaramasdan qabri tekis haligi yangi qabrdek turibdi. Biron necha qurilish ham qo'yilmagan, tosh ham qo'yilmagan. Shu turishda turibdi. Yaqinda 4 yil bo'ldi. Oblastdan Samarqanddan bir arxitektor ayol keldi, keyin bir din jamiyatlarining boshlig'i bor edi. Familiyasini shu kelib ikkalasi qabrni qozdi, ko'rdi. Qabrni shu boyag'i yotgandan keyin boyag'i arxitektor ayol aytdi, bo'ldi endi bu yoq qozmanglar dedi. Qoldirdi. Bir anavi qoplaganmi, tosh terganmi degan ma'noda qilganda hech narsa quruq turpoqqa ko'milgan ekan. Cho'kmaganlik sababini ko'rish uchun quruq turpoqqa ko'milgan ekan. Keyin ular ham hayron qoldi, dedi. Haqiqat bir mo'jiza bu dedi. Cho'kmagan shu qadar. Baland qabr balandligicha turibdi-da. Yer sathi. Shu bilan shu yerda o'tirib, men avlodi ro'ylam qolib bu yerda katta qishloq ketdi. Qishlog'imizda hozir ancha
2000'den ziyod odam yashaydi. Katta qishloq. Yana nimalarni aytib beray sizlarga? Asosan nima bilan shug'ullanadi? Dehqonchilik bilan. Qishloq dehqonchilik bilan. Asosan o'sha bobomizdan beri faqat dehqonchilik. Chorva, dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan. Boshqa bo'lmagan hunar. Ko'pincha bu yerda ko'ryapmiz, yo'lda kelayotganda omborxonalar bor ekan, ya'ni o'sha quruq mevalar omborxonalari. Hozir bular bor. Biz mana mustaqillik davridan keyin xalqimiz boyagi yo'l ochilgandan keyin unga ruxsat yo'q edi. Hunarmandchilik qilishga ruxsat berilgan yo'q edi. Keyin bu ruxsat berilgandan keyin qishlog'imiz yong'oq bilan shug'ullandi. Yong'oq bozordan yong'oqni olib kelib chagib, mag'zini sota boshlashdi. Shu mana qishloq ommaviy shug'ullanib ketdi. Keyin daromadi yaxshi bo'ldi, qishlog'imiz yaxshi obod bo'ldi. Mana yaxshi imoratlar qurishdi, korxonalar qurdi. Odamlarni ish bilan ta'minladi. Ko'rib o'tdik. O'zi misol uchun shuni qabrlarni ko'rsak, qabrlarni ko'rsak, qabrlari mana edi. Masjid bor, masjidda ortdan borib ko'rsalar ham bo'ladi. Mana bu haligi qubba qilib qo'yibdi. O'zimiz qildirgan qubbani. Qubbani tagi qabrini ustida. Shu yog'in sochindan pana bo'lsin deb qilib qo'ygan. Asosan mozorga shu qilingan. Oldida o'g'illarni qabri bor. 3 ta o'g'li bo'lgan. Bitta katta o'g'li Mahmud Xo'ja deydi. Mahmud Xo'ja anuda bittanda Xanaqa qishlog'ida shaxta bergan, boya turist sanab yer bergan-ku. Shu o'g'liga tashlab shu yerda turgan. Undan keyin Asqar Xo'ja bor, qishlog'imizda bo'g'oz. Biz Asqar Xo'jani tarqagan. Keyin Kenja Xo'ja degan bor. Kenja Xo'ja bu To'rayg'il. To'rayg'il bilasizlarmi? To'rtayg'il ana shu Kenja Xo'ja kichkina o'g'lini tarqagan. 3 ta qishloq tarqagan. Pichoqchi, Xanaqa, To'rtayg'il. Bitta Said Nurmuxan Shambomizdan. Farzandlar shu yerda. Hammasi dehqonchilik bilan shug'ullangan, chorvachilik bilan shug'ullanib ketdi. Bo'lmasam, siz qaytamiz bu joylarga borib ko'rib. O'tirib choy ichamiz. Rahmat aytaman sizga. Sog' bo'linglar. Ma'lumotlaringiz uchun. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Duo qilsangiz. Amin. Tinchligingiz obod bo'lsin, elimiz tinch bo'lsin. Yaxshi o'ynab, yaxshi kulib, yaxshi kunlarda uchrashamiz. Allohu akbar. Shayx Said Nurmuhammad Xo'ja Buxorodan so'ng aynan mana shu hududga, hozirgi Oqdaryo tumaniga kelib joylashadi va umrining oxirida ushbu qabristonda hozirgi Pichoqchi, ya'ni Pichoq uchi qabristoniga dafn etiladi. U kishini 3 nafar farzandi bo'lib, Mahmud Xo'ja, hozirgi Ishtixon tumanida qabrlari joylashgan. Ikkinchi farzandi Asqar Xo'ja, u kishi Shayx Said Nurmuhammad Xo'ja qabrlari yonida joylashgan. Va uchinchisi esa bu Kenja Xo'ja, hozirgi Oqdaryo tumani To'rtayg'ir mahallasi qabristonida qabrlari bor. Hozir biz ushbu qabristonning markazida joylashgan Said Nurum Xo'janing qabrlari oldiga keldik. Ko'rishingiz mumkin, madaniy merosga kiritilgan bo'lib, aynan bu inson 16-asrda yashab o'tgan va o'sha davrdan hozirgacha ushbu qabriston markazida joylashib cho'kmagan, ya'ni yer qismi pastga tushmagan. Ushbu ko'rib turganingiz Shayx Said Nurum Xo'ja qabrlari hisoblanadi. Uning yon tomonida esa o'rtancha farzandi Asqar Xo'ja qabrlari joylashgan ko'rishingiz mumkin.
Ushbu Pichoqchi mahallasida 10 dan ziyod tadbirkorlar ishlab chiqarish, qayta ishlab chiqarish ishlari bilan, tadbirkorligi bilan shug'ullanadi. Aynan ulardan birini hozir ko'rib sizga obzor qilib beramiz, ya'ni yong'oqni qayta ishlab chiqarish va xalqqa va chet el mamlakatlari boshqa hududlarga eksport qilish uchun tayyorlab kelmoqda. Marhamat, hozirda o'sha tadbirkorlardan birini ko'rib ishlab chiqarishi bilan tanishamiz. Aynan biz hozirda Pichoqchi eksport savdo majmuasi mahsulot cheklangan jamiyati tashkiloti ichidamiz. Aynan bu yerda 20 dan ziyod xotin-qizlarimiz o'z faoliyatini amalga oshiradi. Ya'ni qarangki, bir mahallada 10 dan ziyod tadbirkor ish faoliyati amalga oshirsa, har bir 20-30 nafardan xodimni ish bilan ta'minlasa, demak mahallani rivojlanishi, qanchadan qancha insonlar o'z oilasini, ro'zg'orini tebratib keladi. Aynan mana shu mahalla ham o'zining tadbirkorligi bilan o'z hududida, Oqdaryo tumanida o'zini ma'lum bir o'ringa ega hisoblanadi. Bizda asosan yong'oq hosili bilan shug'ullanadi aholimiz. Yong'oq pishib yetilgandan keyin uni mag'izi olib kelinadi, mag'izda yig'iladi. Bu yerda asosan mag'izlar yig'ilib, xurmo qilinadi, keyin sortirovka qilinib, korobkalanib eksportga jo'natiladi. Hozir qish mavsumi bo'lgani uchun ularni quritish biroz qiyin bo'ladi. Uning uchun ham mana maxsus xonalar bor. Bu xonalarda asosan mag'izlar quritiladi. Quruq holatda sortirovka qilinib, korobka qilib chet ellarga jo'natiladi. Asosan qaysi davlatlarga eksport qilasizlar? Eksport asosan Turkiya, Ozarbayjon, Rossiya, Eron, Yevropa davlatlaridan Germaniya, Italiya davlatlariga eksport qilingan mahsulotlarimiz. Nafaqat o'zimizning xalqimizga, balkim butun dunyoga eksport qilinadi. Ham ajoyib. Ana hozir ish jarayoni juda qizg'in ketmoqda. Ish jarayonidan ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana siz ko'rib turganingizdek, hozir mag'iz qurigan mag'izlar sortirovka qilinyapti. Bu yerda 30-40 dan ortiq xodim ishlamoqda. Mana bu ish jarayoni. Biz Assalomu alaykum. Mana siz ko'rib turganingizdek ish jarayonlari qizg'in ketmoqda. Mana bu saralangan tayyor mahsulotlar. Shular korobkalarga solinib, chet ellarga eksport qilinadi. Ajoyib. Mana ko'rib turganingizdek ish jarayoni juda qizg'in davom etmoqda. Bu yerda apparatda qizlar ishlamoqda. Bu maxsus apparat bo'lib, bu mag'izni po'chog'idan ajratib beradi. Qolgan mag'izlarni qizlar qo'li bilan sortirovka qiladi. Shu tariqa yukimiz sortirovka qilinadi. Apparat ishlab turibdi mana. Bu yerda xodimlarga o'rtacha 3 million, 3,5 million atrofida oylik chiqarib beramiz. Aholi ish bilan ta'minlangan. Hozir qish-kuz mavsumida ish biroz mahsulot biroz kamaygani hisobiga ishlarimiz kam. Bu asosan sentyabr, oktyabr oylarida juda ish bundan ham qizg'in bo'ladi. Va ko'rib turgan mahsulotlaringiz asosan chet davlatlariga, ichki bozorlarga jo'natiladi. Biz Xitoydan yong'oq olib kelish nimasini ham yo'lga qo'yganmiz. Xitoydan yong'oq olib kelib, uni ham boshqa davlatlarga, ichki bozorlarga eksport qilamiz. Apparatimiz ish jarayoni haqida gapiradigan bo'lsak, bu apparatimizga mag'iz solinadi. Solingan mag'iz mana shu ko'rinishda ketishda bu jarayon 3 bosqichdan iborat. Birinchisida mayda qumlarini alohida olib qoladi, keyingisi bu mayda qumlari bu yerda tushib qoladi. Keyingi bosqichda esa mana bu qolib ketgan po'choqlari bo'lsa, po'choqlarini ushlab qoladi bu bosqichda. Keyin mag'izni o'zi lentaga borib tushadi. Qolgan ish jarayoni esa qizlar tomonidan davom ettiriladi.